tayin betayin antibiotiklar olavermanglar deyman. Mana aytishadiki, antibiotik, mana o'zimni shaxsan o'zim bolalarimni antibiotiksiz katta qilaman va buni tavsiya ham qilaman. Sababi antibiotik so'zga e'tibor beringda. Anti degani qarshi, biotik hayotga qarshi deganida. Bu o'sha organizmdagi tirik hujayralarni o'ldiruvchi zahar hisoblanadi. Buni mana masalan chet elda aptekaga kirib buni nimasiz ola olmaysiz. Maxsus dori yo'riqnomasiz ola olmaysiz. Bizga o'xshab bozorda sotilgandek sotilmaydi. Bizga kirib agar simptomlarni aytsangiz, voy undan ko'ra siftriaksion ola qoling, zo'r ta'sir qiladi deydi. Siftriaksion, sifotoksinlarni eng zahar, jigarda o'tkazadigan, buyrakda o'tkazadigan zaharlar tavsiya qilishadi. Nima sababdan bizda jigar sirrozi ko'payib ketdi? Nima sababdan buyraklar quriyapti? Bunday yaxshilab analiz sintez qilib ko'ringda. Antibiotik masalan bir martada sizga bunaqa zahardek ta'sir qilmaydi. To'g'ri, 2 kunda yaxshi, 3 kunda, 5 kunda uzog'i bilan yaxshi qilib yuborar. Lekin antibiotiklar tarkibidagi og'ir metallar hammasi jigarda, buyrakda yig'iladi, kumulyatsiya deyiladi bu tibbiyot tilida. Va o'sha yig'ilish oqibatida, mana oddiy misolda uyingizda bitta joyga muntazam ravishda masalan bir kir narsani to'kavering, yerda yuziga mana oddiy nima deydi? Bir xilgina mana olib chiqib nimani ham quyadi-ku, haligi idish yuvgan, yuvindi suvlar yo nimalardir quyadi-ku, yoki bo'lmasam nimani ham, mashinani yog'ini ham hali befarosat haydovchilar to'kib ketaveradi-ku. Shunaqa to'kavering. O'sha joyda hattoki bitta nima ham o'sib chiqmaydi, o'sha joyda yerda yuzi qorayib qoladi. Organizm ham shunaqa. Masalan, yil davomida masalan shunaqa bolalarni bilamanki, har oyda antibiotik oladi. Har oyda. Chunki yana nima deyshadi? Pensilin ta'sir qilmaydi, ampiox ta'sir qilmaydi, ampitsilin ta'sir qilmaydi. Nimaga? Biz siftriaksion olamiz. Siftriaksionni kim senga yozdi? 6 oyligida yozishgan bolaga. Chunki o'sha qo'pol qilib aytganda ona o'sha darajada ovorgan bolasini, ya'ni o'pkasiga o'tkazib, o'sha oddiy shamollashni o'pkasiga o'tkazib ovorgandan keyin noiloj antibiotik vrach yozadi va u chaqiraveradi keyin. Masalan, siftriaksionni yuborganingizdan keyin u ampitsillinni qabul qilmaydi. Men sendan zo'rman deydi, pishirib qo'yibdimi senga deb qabul qilmaydi. To'pori qilib aytganda-da. Shamollatmasligimiz ham mumkin-ku bolalarda. Sal mana undan nimani ko'tarib, sal uzoqlashib, sal-pal ahamiyat berib bolaga. Mana masalan, o'sha shamollashda ham o'ziga yarasha ilk belgilari bor.